O'zbekiston Janubiy Koreya pensiya ta'minoti sohasida hamkorlik mustahkamlanadi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, bugungi videoda sizlar bilan ko'pchilikni qiziqtiradigan va amaliyotda juda foydali bo'lgan mavzu haqida batafsil gaplashib o'tamiz. Umid qilamanki, bu ma'lumotlar siz uchun ham qiziqarli va kerakli bo'ladi. Videoni diqqat bilan tomosha qiling va kanalimizga obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Joriy yilning 11-12 dekabr kunlari Toshkent shahrida Pensiya jamg'armasi rahbariyati va Koreya Respublikasi Sog'liqni saqlash va ijtimoiy ta'minot vazirligi hamda Milliy pensiya xizmati delegatsiyasi vakillari o'rtasida pensiya ta'minoti sohasida hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha muzokaralar bo'lib o'tdi. Uchrashuvda Pensiya jamg'armasi ijro etuvchi direktori Ma Atadjanov, Koreya Respublikasi Sog'liqni saqlash va ijtimoiy ta'minot vazirligi direktori o'rinbosari Cho Yon-He, Milliy pensiya xizmati vakili Kwon Ki-Dijun hamda tomonlardan soha mutaxassislari o'z fikr-mulohazalari bilan ishtirok etdi. Uchrashuv davomida O'zbekiston va Janubiy Koreyaning pensiya ta'minoti tizimi, asosiy vazifa va maqsadlari sohada amalga oshirilayotgan izchil islohotlar to'g'risida suhbatlashildi. Bunda ikki davlat fuqarolarining pensiya ta'minotini olishda mavjud muammolar, ularni bartaraf etishga oid masalalarga alohida e'tibor qaratildi. O'zaro muloqot yakunida tomonlar O'zbekiston Respublikasi va Koreya Respublikasi o'rtasida ijtimoiy ta'minot to'g'risida bitimni amalga oshirish bo'yicha vakolatli organlar va vakolatli agentliklar o'rtasida muzokaralarning kelishuv bayonnomasini imzoladi. Mazkur hujjat ikki davlat o'rtasidagi pensiya sohasida hamkorlikni yanada mustahkamlashi bilan ahamiyatlidir. Uchrashuv yakunida kelgusida ham o'zaro muloqotni davom ettirish, pensiya ta'minoti bo'yicha o'zaro tajriba almashish hamda uni amaliyotga qo'llashga kelishib olindi, deyilgan xabarda. Hurmatli tomoshabinlar, shu bilan videorolikimiz yakuniga yetdi. Agar ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Kanalga obuna bo'ling va foydali videolarni o'tkazib yubormaysiz. Qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying. Savollaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Hammasiga navbat bilan javob beramiz. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat.